Turk qaynonam yillardir tuvaleti uchun asvajитель sotib olmaganini aytdi va buni menga o'rgatdi. Buni bir marta tuvaletga qo'yganingizdan keyin uyingizga kelgan mehmonlar hammasi sizdan so'raydi, uyingizda nima hid bor deb. Juda ham xushbo'y hid taralib turadi. Tuvaletda ichiga qo'yish kerak buni. Bo'ldi, teshikchalar ochib bo'ldik. Endi tuvaletda ichiga qo'yamiz. Sovunni qirg'ichdan o'tkazdim hozir. Oxirigacha qarab turing. Kesib olamiz. Endi sovunlarni bunga qo'yamiz. Hammasini qo'yib oldik. Sovunlari o'rtasiga hid beramiz, shu hiddan. Endi buni dumaloqlaymiz. Xuddi shu shaklda tuvaletni suvini ichiga solib qo'ying. Uyimizga kelgan mehmonlar u nima va qanday tayyorladingiz deb har doim so'rashadi. Bu videoni shunaqa tuvaleti bor tanishingizga yuborib qo'ying.